Omad, ha? Odam o'lyapti. Qoch. Hocaganning orasiga pulga berayapman bilan. Ha. Biz omad chopmaymiz. Ha. Hocaganning orasiga. Chopar, xudo xolasa siz ham omadsiz. Joy bemalol ekan. O, yaxshi olibdi uni. Zo'rini olibdi. Ha, uni bola. Ko'rdingizmi? Ha, zakonni sochuvda oldi. Bor, hop keling. Hozir keling, mayog'ida bitta o'g'il edi o'zi. Bular bag'da ham olishyaptimi? Ha? Zakonni olishyapti. Qaysi? Siz og'aga o'tkazmang. Men chiqaverdim, va jasur tushadi. Bemalol choyni ichib olavering. Ha. 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 Qalay olyapsizlar? Bormi biransa? Ha? Yaxshimi? Ha, Narik aka. Ha, hoji aka. Qalay bo'lyapti, ha? Mana. Voy, mencha bu qalmoqlar ko'p. Ha, zo'r ekan bunday turishi. Rosa bop ekan-a? Sizlar bop ekan. Siz hoji aka charchamayapsizmi? Oldingizmi? Bitta katta oldim, qo'yadim, ikkita muncha oldim. Kattasi qanday? 1 kilo bormi? Ha, zo'rmaydimi? Ha, urinmay. Ha, bo'ldi. U oldimi? Ha, u olgan bo'lsa yaxshi. Men o'zimnikiga, kanalimga qo'yaman-da. Suyimsiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bardan baqa. Boravering, akangiz oldiga choy abid qilib olinglar. Va alaykum assalom, suyimsizlar. Charchamayapsizlarmi? Keyinlar suyimsizlar, bardan baqa tinchmisizlar? Yaxshimisizlarmi? Qalay? Mana bir video qilay deb yurib, uni tortyapti. Ha, kimniki edi? Orqaga tortyapti. Qalay oldingiz? Iplarlaysizmi? Ha, zo'r. Video qilsam bo'laveradimi shekilli? Bemalol aka. Hali Rossiyada oshnalarim ko'radi. Bir qiziqishi. Ha, oq baliq bor. Oq baliq 1-2 kilodan o'tib ketdi shekilli. Voy, zo'r-ku. Malades. Bo'lar ekan-ku mana. Hozir yana baliq kelyapti, hozir to'kamiz, nari tomonga to'kamiz endi. Ha, ya buniki o'zi ko'p-ku baliq. 1,5-2 mingta sazan bor hozir. Anidaqa nimadan 300 ta 400 ta bor, kichkina ekan u, katta nimalardan. Katta bormi, kattalar? Ha? 100 kilo to'kamiz hozir nari tomonga.